Shoh tobut yasovchining xotinini bir ko'rdi-yu, oshiqi beqarorga aylandi. Qanday bo'lmasin, uni qo'lga kiritish payiga tushdi. Nihoyat askarlaridan birini tobutkashning uyiga yubordi. Podshoh senga ertalabgacha 40 ta tobut yasashingni buyurdi. Agar eplamasang boshing ketadi. Mixlari oltindan bo'lishi kerak, dedi askar unga. Tobutkashni qayg'u chulg'adi. Qurbi yetmaydigan ish. Xotin, dedi uyiga kelib, kunim bitganga o'xshaydi. Podshoh qilib bo'lmaydigan ishga buyurdi. Xotini nima gapligini so'radi. Eri bo'lgan gapni aytib berdi. Shunda ayol bu yerda bir gap borligini tushundi. Bekorga eriga bu ishni buyurmagan. Ayol Alloh mo'min bandasini bunday chorasiz qoldirmasligiga ishonchi komil edi. Shunda u eriga dedi: "Hech qo'rqmang, unutmangki, tundan keyin tong, og'riqdan keyin halovat bor. Shunday-ku ya, ammo ertalab mening kallam ketadi. Aytdim-ku, qo'rqmang deb. Alloh kifoya qiluvchi zot. Boring-da xotirjam yotib dam olavering." Ammo tobutkashning ko'ziga uyqu ilinmadi. Kechasi bilan xonada yurib chiqdi. Erta tongda eshik taqilladi. Tobutkash eshikni ochar ekan, titrog'i kuchaydi. Kechagi askarni ko'rgach esa hushidan ketayozdi. "Keling", dedi tili zo'rg'a aylanib. Askar hazin ovozda dedi: "Bitta tobut yasab bering, podshoh vafot etdi."